Va bolalar. 21 ga kirganmisizlar? 21 ga kirganmisizlar? Ha? Nima qildi? 21 yoshga kirganmisizlar? 18 ga kirganmisizlar? Ha? Nimaga jamoat joyida apshak bo'lib olib, tamaki mahsuloti 21 ga ham kirmagansizlar? Cho'chib turasizlarmi? Ha? Ketisizmi jarima sizlarga? Ha? Davay tarqalamiz. Sigaretlarni tashlanglar. 5 kishi bo'lib olib, bir-biringga tutatib, jamoat joyida o'zi sigaret chekish mumkin emas. Tim bo'l sizlarga. 90% ning voyaga yetmagansizlar. Mana mahallamizdagi stadionda, chimda mana zajigalkalarni, sigaretlarni mana bu tomonlarda ham bor. Tashab ketishdi, ketkizib yubordim to'g'rirog'i. Iltimos qiladi ota-onalar. Befarq bo'lmanglar. Cho'ntagini, sumkasini, portfellarni bir-bir qarab turinglar. Ha, birovda qabriga birov tushmaydi. Men kim bo'pman bularga aql o'rgatadigan? Yo'q. Menimcha befarqlik eng iflos odam befarq inson bo'lsa kerak deb o'yladim. Ham jamoat joyida sigaret, ham hali yosh bolalar, maktabda o'qiydigan 16-17 yoshda 5 kishi o'tirib olgan. Unaqani men kinolarda ko'rmaganman. 5 kishi o'tirib olgan, bir-biriga tutatib, shunaqangi beshovi futboldan keyin qiynashib, tepaga tutatib yotibdi-da. Iltimos qildim, befarq bo'lmanglar, yaqinlarni ogohlantirib qo'yinglar. Haq-huquqlar meni profilimda, sodda Jaydar tilida. Obunani bosib qo'yinglar.